Ikki xonali eng zo'r lokatsiyada Yevro remontli ikkinchi etaj 5 etajga eng zo'r planirovkalardan shu uyimiz bo'ladi. Uyimiz ikkinchi etajda joylashgan 5 etajli bino 58 kvadrat metr. Uy egalari bor yo'g'i 69980 dollarda so'rashyapti. Sunnatli kelishiladigan joylarimiz bor. Pulingiz yetmayotgan bo'lsa, ipoteka bank orqali ham xarid qila olasiz. Shunaqa uy qidirayotgan tanishlarımizga samolyotda jo'natamiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'ying. Manzilimizga keladigan bo'lsa, Yunusobod 19-kvartal, Sayram bozor, Media Park, Korzinka. Xo'p, abi, birgalikda ko'ramiz. Foydangizdan kirish eshigimiz, bizda katta prixoshka, dekorativ oynalarimiz mavjud. To'g'riga kiradigan bo'lsa, bizda birinchi xonamizda spalnimiz bo'ladi. Spalni garnitur komplektovani, shu uyimizda ikkita konditsioner, bittasi zalda, bittasi spalnida. Keling, davom ettiradigan bo'lsa, biz zalga kiramiz, zalimizda mehmon kutadigan xonamiz. Zalimizdan balkonga ham chiqsak bo'ladi, balkonimiz 2 ga 3. Yevro remont stil neoklassika attachento bilan ishlab chiqarilgan yangi remontli uyimiz. Keling, davom ettiradigan bo'lsa, hammomlarimiz ham bizda alohida. Birinchisi esa bizda hojatxona, ikkinchisi esa bizda hammom. To'g'rimizga umumiy bilan kir mashinani bemalol o'rnatib qo'ysangiz bo'ladi. Shu bilan biz oshxonaga kiramiz. Oshxonamiz, bu yoq zonamizni mehki mebel, stol qo'yib o'tirib ovqatlansangiz bo'ladi. Bu yoq tarafimizda esa oshxona. Siz kelgunizcha o'sha bu yoqda stroyni kuxna garnituramiz bo'ladi, sababi o'sha egalari men bilan zakaz qilib qo'yishgan. Shu uyimizda 58 kvadrat remont holatini o'zingiz ko'rdingiz, 69900, plyus yetmayotgan bo'lsa, ipoteka bank orqali ham xarid qila olasiz.